Assalomu alaykum barchaga. Demak, ushbu videoni ko'rib turgan ekansiz. Demak, siz o'zingizni moliyaviy erkinlik hayotingizga astoydil qadam tashlamoqchisiz. Bu darslik sal uzunroq bo'ladi, chunki batafsil investitsiya haqida gaplashamiz, ichkariga kiramiz, nima ekanligini hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Daftar ruchkavoy yozadigan bo'lib va oldingi suvoylar biz esa boshlaymiz. Demak, o'zi bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Asosiy ishingizni qilib turib, qanaqa qilib passiv daromad yo'lini qilsa bo'ladi. Rus tilida aytganda, как можно это совместить вместе. Brokerlar kim va ular o'zi nima uchun bizga kerak? Aksiyalar haqida, obligatsiyalar haqida batafsil gaplashamiz. ETF nima, rate fondlar qanaqa bo'ladi o'zi? Investitsiya trading va farqi. Chunki ko'plari adashtirib qo'yadi, o'shani bugun farqini ham bilib olamiz. O'z farzandiga portfel tuzmoqchi bo'lganlar diqqatiga ham juda ham foydali dars bo'ladi va undan tashqari $50 qanday aksiyalar o'zi bor, bularni ham ko'rib chiqamiz. Undan tashqari bizda bonus sovg'alar ham bor. Dars oxirida ko'rganlar diqqatiga, broker eng katta muammo bu to'g'ri broker topish va undan ro'yxatdan o'tish sxemasi. Shuni biz bonus sifatida beramiz. Bugun dars oxirigacha ko'rganlarga va undan tashqari men yaxshi ko'radigan aksiyalar, o'sish mumkin, daromad olib kelish mumkin bo'lgan aksiyalar ro'yxatini ham beramiz. Demak, boshladik. Asosan mana qaranglar, ko'p aytamiz, 10% olib qo'y oyligingdan. Misol uchun $500 olsang, $50 olib qo'yda. Lekin negadir olmaymiz? Va eng qizig'i, o'ylaymiz, mana 5 million oyligim bor. Agar mana yashab turibman, hammasi qornim to'q. Shuni agar 6 million oylik bo'lganda edi, ya'ni ustiga million qo'shib berganda, shu yig'ardim. Keyin 1 yilda menda 12 million yig'ilardi deb o'ylaymiz. Lekin o'zimizga chista vijdonan savol beraylik. Shunaqa oylik oshgan paytlar bo'lgan. Lekin bundoq qilib orqaga qarasa, 1 yil, 2 yil o'tgan bo'lsa ham hech qanaqa yig'ilish yo'q. Hech qanaqa pul saqlanib qolmagan. 5 million oylik olardingiz, yashirdingiz, oyligingiz 6 million bo'ldi. Yashash tarzi o'zgarmagan. Lekin shu million ichiga kirib ketgan. Bunda bir asosiy narsa bor. Biz agarda shu 5 million oylik 6 million bo'lganda edi deb aytganimizda, shu million aniq qayerga solishimiz bilganimizda uni olib qo'ygan bo'lardik. Lekin bizda aniqlik yo'q. Qayerga qarab ketyapmiz? 10% olib qo'ydingmiz, uni nima uchun? B nuqta qanaqa degan savol bor. Mana qaranglar, buni B nuqtasi bor. Ya'ni 90 ga 10 qoidasini B nuqtasi, ya'ni biz intiladigan nuqta bu 10 ga 90. Ko'rsam, ya'ni hozir oyligimiz 100% olib qaraydigan bo'lsak, 10% investitsiya qilib boramiz. Qayerga qanaqa investitsiya qilishni o'rgataman dars davomida. Qilib boramiz va ma'lum bir muddatdan keyin o'sha yerda yig'ilgan summa shunaqa katta summa bo'ladiki, u yerdan biz oyligimiz uchun ishlatadigan summa yig'ilgan summani atiga 10% tashkil qiladi. Zo'rmi zo'r. Shunga intilishimiz kerak. Demak, oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, $500 oylik olasiz va $50 dan 10% investitsiya qilib borasiz. B nuqtangiz shunaqa bo'lishi kerakki, u yerda shunchalik pul yig'ilishi kerakki, siz har oy $500 dan olsangiz, mana bu summani umumiy 10% tashkil qiladi. Ya'ni qanaqa hisoblanadi? Ozgina bu yerda matematika bor. 60 ming, ya'ni $500 har oy olsangiz, 12 oyda 6 ming bo'ladi. Demak, $6,000 sizga yillik kelish uchun 10% bo'lib, mana bu yerda sizda $60,000 bo'lishi kerak. $60,000 tasavvur qilsangiz, $50 dan yig'ib olsizda, sложный процент aksiya ko'tarilishi munosabati bilan sizda 5 yilda, balki undan vaqtliroq sizda $60,000 yig'iladi. Shunda siz har oy $500 sizga kelib turadi. Mana shunga biz intilishimiz kerak. Mana bu B nuqtamiz. Endi xo'p, qayerga investitsiya qilish kerak? Fond bozoriga. Har bir mamlakatni o'zini fond bozori bor. Mana O'zbekistonda ham Toshkent fond bozori bor. Rossiyada Moskovskaya fondova birja bor. Yaponiyada bor, Amerikada bor. Har bir mamlakatda bor. Va hozirgi zamonimizda eng yaxshi likvid, ya'ni bemalol sotib olish mumkin odamlar soni ko'p joy bu Amerika fond bozori. U yerda juda ham ko'p pul оборот bo'ladi va ko'p aksiyalar kunning o'zida sotilib olinadi. Shuning uchun u yerda siz aksiya sotib olsangiz, tez sotishingiz mumkin. Unga sпрос, ya'ni talab har doim bor. Shuning uchun bugun biz siz bilan Amerika fond bozori haqida gaplashamiz.
Lekin bilingki, Amerika fond bozori haqida aytib beraman. Aksiya nima, obligatsiya nima? Dunyoda bir xil. Siz aksiya nima, obligatsiya nima bilib olsangiz, dunyoda bir xil ishlatiladi. Qonuni bir xil, ishlash qonuni. Demak, fond bozorida o'shaning uchun ham bozor deymiz. Oddiy bozorga o'xshaydi. Shu Qo'yliq, Alayski bozoriga o'xshagan bozor. U yerda kartoshka, piyoz, olma olishingiz mumkin bo'lsa, bu yerda esa qimmatbaho qog'ozlarni olasiz. Va fond bozori 17-asrdan beri bor. Ya'ni 17-asrdan beri shu kompaniyalar o'z aksiyalarini bozorda sotadi, qimmatbaho qog'ozlarni odamlar kelib uni olishadi. Va kinolarda ko'rgan bo'lsangiz, o'sha qadimgi qadimgi kinolarda o'sha "Я покупаю акции" deb qo'llarida qog'ozda "Я покупаю 2, я продаю" deb baqirishardi. Mana shu bu fond bozori. Hozirgi zamonda internet rivojlanganligi uchun bu hozir raqamlashtirilgan. Qog'ozlar emas, raqamda siz aksiya sotib olasiz. Va bu xuddi shunaqa nomingizga o'tadi. Siz shu aksiya egasi bo'lasiz. Qayerdan bilsangiz bo'ladi, sizga dividend keladi shu aksiyalardan, siz ovoz berish huquqiga ega bo'lasiz. Mana shu ikki narsa sizni aksiya egasiligini tasdiqlab turadi. Demak, shu fond bozoriga kim orqali kira olamiz? Fond bozoriga biz broker orqali kira olamiz. Broker fond bozori jismoniy shaxslar, siz bilan bizlar va o'rtada broker turadi. Broker asosiy vazifasi filtrlash, insonlarni, kirayotgan odamlarni filtrlab beradi. Oylik maoshi qanaqa, nechta aksiya olmoqchi, qanchalik ushlamoqchi, investormi, treydermi filtrlab beradi va dostуп beradi bozorga. Shuni evaziga dostуп beradigan har bitta aksiyaga u komissiya oladi. Asosiy ishi shu. Dostуп berish va fond bozorining ishini osonlashtirish. Ya'ni fond bozorida tasavvur qiling, juda ham ko'p aksiyalar bor, obligatsiyalar bor, qimmatbaho qog'ozlar bor va butun dunyo shu yerdan olmoqchi. Tirbandlik bo'lmasligi uchun, to'g'ri hamma narsa kontrol qilish uchun ответственный javobgarlikni brokerlar o'ziga olishdi. Biz sizlarga saralab beramiz. Biz orqali o'tganlarni clearing kompaniyasi yaxshilab tekshirib beradi va biz depozitariyimizda o'zimizda saqlaymiz aksiyalarni deydi. Bu ancha fond bozorining ishini osonlashtirdi, shuning uchun ular ruxsat berishdi. Teskari qilib aytadigan bo'lsak, ya'ni misol tariqasida bu xuddi notarius kabi. Ya'ni siz uy olmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri egasi bilan kelishsangiz, ertaga nimadir bo'lib qolsa, kim javobgar edi, qanaqa dokumentlar bor edi demaslik uchun notarius o'rtasida turadi. Ya'ni uy egasi, siz, o'rtada notarius. Xuddi shunga o'xshagan. Siz notariusga kelasiz, men shu uyni olmoqchiman deydi, u ha, men sotaman deydi, shu bilan notarius tasdiqlaydi. Broker ham xuddi shunaqa tasdiqlab beradi. Shuning uchun agarda siz nomingizga o'tdi uy, shu bilan notariusga nimadir bo'ldi, bankrot bo'ldi, yopilib ketdi, bu sizni nomingizga o'tgan uyga ta'siri yo'q, to'g'rimi? Siz qachon sotmoqchi bo'lsangiz, boshqa notarius orqali bemalol sota olasiz. Xuddi shunga o'xshab, agarda siz aksiya olgan bo'lsangiz, brokerga nimadir bo'lib qolgan bo'lsa, bankrot yoki nimadir bo'lib qolgan bo'lsa, aksiya sizning nomingizda qoldiradi. Siz uni boshqa broker orqali bemalol sotishingiz mumkin bo'ladi. Tak, xo'p. Endi fond bozorini bildik, broker kim ekanligini bildik. Hozirgi zamonda brokersiz deyarli hech kim bozorga kira olmaydi. Katta institutlar bor, katta fondlar bor, ular to'g'ridan to'g'ri aksiya ola oladi, chunki ular ko'p oladi. Lekin ozgina olayotgan insonlar uchun eng zo'r qulay yo'llar bu broker orqali olish. Faqat bu yerda muhim narsa sifatlik, aniq, yaxshi ishlaydigan broker topish. Chunki juda ham ko'p moshenniklar bor. Aldanib qolmanglar, iltimos. Sizga kimdir aytadi, mana biz brokermiz deydi, aldanib qolish ehtimoli juda ham katta. Men kelayotgan o'quvchilar ham ko'plari aytishadiki, biz sizga nega keldik, chunki ko'p aldandik. Yaqinda kelgan kishi ham $80,000 tushdi. Tasavvur qiling, $80,000 aldandi. $80,000 tushguncha u shuni yaxshi broker deb o'ylagan. Oxir oqibat bilibdiki, bu firibgar broker. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Juda ham birga o'xshaydi, bir-biriga brokerlar. Bu ham shunaqa-ku deb aytmaymiz. Mayda-mayda detallarda farqi bo'ladi. Shuni bilib olganimiz yaxshi. Okey. Broker haqida alohida darslik beraman. Xudo xolasa, u ham juda ham foydali bo'ladi. Va dars oxirigacha ko'rganlarga aytgancha, brokerdan ro'yxatdan o'tish qo'llanmasi berganda ham u yerda aynan yaxshi broker bo'ladi. Demak, aksiya fond bozorida o'zi kim qimmatbaho qog'ozlarni sota oladi? Qanaqa qimmatbaho turlari, qanaqa qimmatbaho qog'oz turlari bor?
aksiyalar bor, obligatsiyalar bor va ETFlar bor. Demak, kartoshka, piyoz, morkovka kabi 3 ta asosiy yo'nalish bor. Endi shu 3 ta yo'nalishni birinchisini ko'rib chiqamiz, aksiya. Aksiya nima beradi? Aksiya bu kompaniyaga sherik bo'lish evaziga olinadigan qimmatbaho qog'oz turi. Ya'ni qaysidir kompaniya bozorda o'z aksiyalarini sotsa, siz ularni sotib olsangiz, shu aksiyalarni siz shu kompaniyaga sherik bo'lasiz. Daromadiga sherik bo'lasiz. Demak, u daromad qilsa, sizga dividendlar beradi. Aynan shuning uchun ham shu aksiya turi Islom moliya standartida joiz deb tan olingan. Chunki siz u bilan birga o'sishga ham, pasayishga ham sherik bo'lasiz. $1 turadimi aksiya, $50 turadimi, shu puliga yarasha siz unga sherik bo'lasiz. Demak, qanaqa ishlaydi bu aksiya? Oddiy qilib aytganimizda, sizda kompaniyangiz bor, tikuv sexi deylik. Tikuv sexida sizda 5 ta stanok bor. 5 ta stanokda siz kiyim ishlab chiqaryapsiz. O'zbekistonda zo'r ketyapti, xursandsiz. Ammo sizga talab kuchlik, aytishyapti, siz yaxshi chiqaryapsiz, qani ko'paytiring. Siz ko'paytira olmayapsiz, chunki sizda 5 ta stanok bor. Yana qo'shimcha 10 ta stanok olmoqchisiz. Donasi 10 mingdan va sizga 100 ming kerak. Demak, $100,000 menga kerak. Shuni biznesim zo'r o'chadi deyapsizda va ikki xil yo'lingiz bor. Birinchisi, siz bitta investor qidirasiz. Aytasizki, prezentatsiyalar qilasiz, tushuntirasiz, menga $100,000 kerak deysiz. Ikkinchi yo'li esa osonroq yo'li. Siz fond bozorida, ayni shu qimmatbaho qog'ozlarda $1 dan 100 mingta aksiya sotasiz. Shunda $1 olish osonroqmi 100 mingdan ko'ra, bitta dona 100 mingdan ko'ra, va 100 mingta odam bu yerda bor. Odamlar soni ko'p bozorda. Ular $1 dan olishadi, chunki to'xtab tur, bu palonchining kompaniyasi-ku, bu yaxshi hozir chiqaryapti kiyimlarni, kelajakda o'sa degan kompaniya deb $1 dan tez sizdan olib olishadi. Shunda sizda $100,000 tushadi va siz uni 10 ta stanok olib o'sishingiz mumkin. Evaziga nima qilasiz? Demak, siz o'sasiz va ular bilan foyda bilan bo'lishasiz, chunki ular bir kishi sizga $100,000 berdim yoki 100 ming kishi $1 dan berdim, ular teng sherik. Demak, siz foyda qildingiz $100,000 deylik, bir yildan keyin va $100,000 siz 50%ni, agar siz 100 ming aksiya 50% ga chiqargan bo'lsangiz, 50%ni tarqatasiz. Hammaga $5 dan tushadimi deylik, aksiya egalariga tushadi. Tushunsa, buni bitta kishiga bermaysizda, sherikchilik evaziga hammaga tarqatib olasiz. Mana shuning uchun ham aksiya sotib olgan inson xuddi shunaqa bitta dona bergan inson bilan teng huquqli. Ya'ni o'sha o'zi sotib olgan narxiga teng arziydigan huquqiga ega bo'ladi. Demak, ikkinchi yo'li bor. Obligatsiya. Obligatsiya nima deydi? Sen menga qarz berib tur, men senga foiz bilan qaytaraman deydi. Ya'ni bilishimiz uchun bu nima deydi? Xuddi shunaqa joy, xuddi shunaqa ishlayapsiz, 5 ta stanokingiz bor, 10 ta olmoqchisiz. Yoki endi sizga sherik kerak emas. Aytasizki, to'xtab tur, men bu sherik qilsam, bularni hammasini har yili, ya'ni kompaniya bor ekanki, men ulushlarim bo'lishim kerak. Undan ko'rasa, men qarz olib turay, $100,000 va 2 yilda qaytarib beraman. Daromadim yaxshi bo'ladi, 2 yilda qaytarib beraman. Qolgan har yil o'zimniki bo'ladi daromad. Va shu bilan siz bozorga chiqasiz. Demak, shunda ham ikki xil yo'l bor. Bittasini qarz so'raysiz, $100,000 berib turib, ikkinchisi esa fond bozorida endi aksiyalar emas, obligatsiyalar sotasiz. Aytasizki, "Ey odamlar, mana $1 dan olinglar, menga $1 qarz beringlar" degani. Men sizlarga ustiga deylik 5%, 10% yillik ustiga yopib qaytaraman. Aniq qaytaraman deysiz. Xo'p. Shuning uchun shu yo'l bilan kirsangiz, siz obligatsiya sotgan bo'lasiz. Endi obligatsiya shu joyda aytishimiz kerakki, obligatsiya bizga olish, ya'ni investorlarga olish nojoiz yo'l hisoblanadi, chunki aniq bu yerda nima bor? Summangiz aniq qaytib kelishi birinchidan, ikkinchidan qarz, foizli qarz bor. Shu ikkita nuqtai nazardan Islom moliya standarti, AOFI standarti obligatsiyani olib sotish nojoiz deb tan olgan. Undan tashqari ETFlar bor. ETFlar juda ham qiziq. Ko'p kompaniyalarga investitsiya kiritgan kompaniya o'zini aksiyani sotadi. Demak, u tikuv sex emas, u qanaqadir ham nimada ishlab chiqarmaydi, Apple kabilar.
u nima qiladi? O'zini shu investitsion anaqasi bor, aql bor, analitiklar bor, tahlilchilar kompaniya ochgan va fond bozorida zo'r kompaniya tanlab ularga investitsiya kiritgan katta summa. Va shu kompaniya o'ssa, bu kompaniya daromad qiladi. Ko'rasiz, demak, zo'r investorlar yig'ilgan bitta kompaniya. Demak, bu kompaniya o'ssa, bu ularga investitsiya kiritgan kompaniya o'sadi. Va o'zini o'sganligi uchun daromadlarini boshqa investor bilan bo'lishadi. Va aytadiki, sizlar undan ko'rasiz, menga investitsiya qilinglar. Alohida kompaniyalarga emas, menga. Chunki menda mana bu kompaniyalar bor deydi. Xo'p. Buni qulaylik tomonlari nimada? Misol uchun, siz Apple kompaniyasi, sizda $1000 bor. Apple kompaniyasi olmoqchisiz, Tesla kompaniyasi olmoqchisiz, Microsoft olmoqchisiz, mana bu $1000 bo'ldi. Atigi 3 ta kompaniya oldingiz, siz donasidan dona oldingiz, sizda $1000 ketdi. Chunki $400, $200 narxlari. Endi siz lekin ko'proq olmoqchisiz. Shunda siz ETF olasiz. ETF nima deydi? Mana shu Apple kompaniyasidan 100 ta sotib olganman, Nvidia'dan 100 ta, Microsoftdan 100 ta, undan tashqari yana 50 ta kompaniyadan sotib olganman, ko'p kompaniya. Zato siz $20 evaziga, $50 evaziga mana shu kompaniyalarga, ya'ni menga investitsiya qilsangiz, bularga investitsiya qilgandek foyda olasiz deydi. Tushunasiz? Va siz $50 evaziga mana shu katta portfel bor kompaniyaga investitsiya qilasiz. Yangi investorlar uchun bu narsa ancha xavfsiz hisoblanadi. Chunki alohida kompaniya tanlash qiyinroq. Chunki bu pastga qarab ketib qolsa, xavotirga tushib qolasiz. To'g'ri tanladimmi, noto'g'ri tanladimmi deb. Lekin ETF kompaniyalarga investitsiya kiritsangiz, ancha xotirjam bo'lasiz. Chunki siz o'rningizda u yerda 20 ta tahlilchi o'tiradi. Ular har bitta o'sgan tushgan aksiyalar tahlil qilib, tushib ketayotgan aksiyalarni sotadi, o'sayotgan aksiyalarni ko'proq olib qo'yadi, mana shunaqa qilib pulingizni ko'paytirib beradi. ETF demak, tushunishimiz uchun yangi investorlar uchun juda ham zo'r foyda beradigan moliya vositasi hisoblanadi. Undan tashqari, o'sha risk eng kam investitsiya sohasi bu ETF fondlari va REIT fondlari. Ikkinchi, REIT fondlari. Qaranglar, bu yerda xuddi shunaqa kompaniya ko'p aksiya sotib olgan, lekin REIT fond aksiyalar emas, uylarni sotib olgan, ko'p uylarni sotib olgan. Oddiy misol, O'zbekistonda misol uchun Murad Buildings uylarini, Energy kompaniyasi, Golden House kompaniyasi uylariga investitsiya kiritib qo'ygan, har xil joylarga, va bitta kompaniya kirgizgan va aytadiki, u yerni sotamiz yoki arendaga beramiz, o'shadagi daromaddan sizlar bilan bo'lishamiz deb bozorga o'zining qimmatbaho qog'ozlarini sotadi. Qimmatli qog'ozlarni olsangiz, siz shu REIT fond kompaniyasiga investitsiya kiritgan bo'lasiz. Zo'rmi zo'r. Demak, siz to'g'ridan-to'g'ri sotib olmoqchi bo'lsangiz, 100 mingdan ko'proqga tushasiz. Lekin to'g'ridan-to'g'ri uy sotib olgan kompaniyalarni aksiyalarini sotib olsangiz, $50-40 evaziga olasiz. Va u nima qiladi? Arendaga bergan uylarini daromad kelsa, sizlar bilan bo'lishadi. Конечно, xuddi bitta uy sotib olgandek bo'lishmaydi, siz bilan ulushi bilan bo'lishadi. Ya'ni kamroq pul keladi, lekin pulingizga nisbatan keladi. Zato yaxshi tomoni, u REIT fond, ya'ni qo'shmas mulkka investitsiya kiritganligi uchun ancha xavfsizroq hisoblanadi. Shuning uchun yangi investorlar uchun REIT fondga investitsiya qilish ham ancha foydali bo'ladi. Investitsiya qilib qo'ysangiz, bilasizki, misol uchun Amerika fond bozoriga REIT fondiga investitsiya qildingiz. Tasavvur qiling, qanaqa mazza. Amerikada uylar quriladi, Amerikada uylar sotiladi, u yerdan daromad kelsa, siz O'zbekistonda o'tirgan odam bilan ham bo'lishadi. Xudo xolasa, barchamizga investitsiya qilish nasib qilsin va qayerda turishimizdan qat'iy nazar fond bozoriga investitsiya qilib daromad olish nasib qilsin. Mana bu menimcha har bir kishi intiladigan nuqta. Siz hozir oyligingizdan ozgina qismini ajratib, o'sha 10% mi, 5% mi, 50 ming so'mmi kuniga ajratib, aksiyalarni sotib oling. Aksiyalar, dunyo tanigan aksiyalar bor. Apple kompaniyasi, Tesla kompaniyasida, Microsoft, Google, zo'r Amazon kabilar. Va nima narx hamyonbop narxlar. Siz oyligingizdan ozgina qismini ajratib, bularga sotib olasiz. Agar dona-dona olishga pulingiz yetmasa, ETF fondlarni olasiz.
ular 40-50 dollar turadi. 40-50 dollar oyiga ajratib, uni olavering. U ko'payaveradi o'z-o'zidan, yana narxi oshiradi, sizning portfelingiz, pulingizni ko'paytirib beradi. Shunga harakat qilishimiz kerak. Endi biz xudo xolisa bugun bilib oldik aksiya nima ekanligini va uni olish mumkinligini, obligatsiya nima ekanligini, u qanday daromad qilishini va ETFlarni. Endi chuqurroq bilimlar bor. Aksiya o'zi necha xil bor, chunki imtiyozli aksiya kabilar bor, obligatsiyalarda kuponlar bor, sal chuqurroq u yerda ma'lumotlar. Buni hozir darsimiz cho'zilib ketmasligi uchun u haqida gapirmadim. Umumiy bilimga hozir ega bo'ldingiz. Chuqurroq xudo xolisa yana keyin gaplashamiz. Endi investitsiya va trading. Investitsiya bu trading emas. Men har doim targ'ib qilaman uzoq muddatli investitsiya. Siz bitta kompaniya yaxshi ko'rasiz, o'sha kompaniya tahlil qildingiz, u bilan men birga o'saman. 5 yil, 10 yil birga o'saman, shuni aksiyani sotib olaveraman, aksiya sonini ko'paytiraman va ularga zo'r investor bo'laman deb kirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki eksperiment tadqiqot o'tkazishda 25 ta odam treyderchilar, ya'ni treyderchilar kimlar? Narxni qo'ylab yuradiganlar, ya'ni pastga qarab kelayotganda mana hozir shu yerda sotib olaman deydi, keyin ko'tarilganda sotaman deydi. Mana bular treyderchilar. Ya'ni narxni o'zini men ozgina foyda kiraman, sotaman, foyda kiraman, sotaman deydi. Dividend olish, uzoq muddat ushlash, ularning fikrida yo'q. Ular spekulativ. Olib sotishda. Endi bu yerda islom moliyasi buni rad qilmaydi. Ya'ni kompaniya nomingizga o'tsin, uni xohlagan paytingizda sotishingiz mumkin. T2 qoidasi bor, bu haqida batafsil aytib beraman. T2 qoidasi bo'yicha hozir T1 ham bo'lgan, nomingizga o'tadi 1-2 kunda va nomingizga o'tgan narsani siz xohlagan paytingizda soting deydi. To'g'ri. Lekin spekulativ harakat bo'lganligi uchun kompaniyaga bu yaxshi emas. Kompaniya egalari mana shu treyderlarni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni yaxshi kunlarida ular birga ko'p odam kiradi. Sal daromadi pasayib qolsa yoki qanaqadir shum yoki qanaqadir xabar chiqib qolsa, birinchi qochadiganlar ular. Chunki mana u baland narxda ekanman, qochdim deydi, sotadi. Sotishni boshlagandan boshlab talab va taklif normasi o'zgarishni boshlaydi, kompaniya pastga qarab ketadi. Bitta nimada xabarda qanaqadir xabar chiqib qolsa. Holbuki kompaniya hali ham o'sha daromad qilyapti, hali ham yaxshi sotyapti. Kelajagi yaxshi, porloq, zo'r. Lekin qanaqadir xabar, kimdir nimadir deb qoldi, u pastga tushib ketdi aksiyalar. Shuning uchun biz uzoq muddatli investorlar asosiy tahlilimiz boshqa joyda. Kompaniya o'zi nima daromad qilyapti, qayerdan daromad qilyapti, qanaqa perspektiva bor, boshlig'i kim, kabilar, multiplikatorlar bor. Shular asosida biz tahlil qilamiz va u kompaniyani uzoq muddat ushlab turamiz. Shunda yomon xabar, qanaqadir ham временный, vaqtinchalik pastga tushishlarga ahamiyat bermaymiz. Qaytaga pastga tushsa, ko'proq olamiz, sababi u zo'r narx. Kompaniya zo'r skidkada. Har doim o'quvchilarga o'rgatib ketaman, pastga tushsa zo'r sale bo'layotgan ekan, rasprodaja bo'layotgan ekan, olish kerak deb kirib olinglar. Chunki siz shu kompaniya bilan ko'proq o'sish tarafdorisiz va aksiya sonini ko'paytirgan sari sizga dividend beradi. Demak, bitta dona aksiyaga 1 dollar dividend bersa, siz 100 ta olsangiz 100 dollar beradi. 1000 ta aksiya olsangiz 1000 dollar beradi. Tushunasizlar va shuna qilib siz aksiyalar sonini ko'paytirib borasiz, daromadingiz oshib boradi. Mana misol uchun amalda ko'radigan bo'lsak, mana bu saytda Coca-Cola kompaniyasi, hammasi aytgan Coca-Cola kompaniyasi bir haftalik ko'rsatkichlari. Va siz narxni ushlayman, balandga sotaman, arzonga olib desangiz, ko'pincha katta ehtimol bilan siz bunaqa aldanib qolishingiz mumkin. Mana bu yerda olasiz, narx pastga qarab ketganda, attang bekor sotyapman, deb sotasiz. Keyin sotganingizdan keyin yana narx ko'tarish boshlaydi, bekor sotib yuboribman, oson bo'larkan deb yana olganingizda yana narx pastga qarab ketadi. Va uni vaqtida olmabman, yana minusga kirdi deb yana sotasiz. Oxir-oqibat bor pulingizni sekin-sekin yo'qotib borasiz. Lekin keling, xuddi shu kompaniya, Coca-Cola kompaniyasi bir oylikni ko'raylik mana. Bir oylik ko'rsatkichlarda u molgani qarang tepa ketyapti. Demak, uzoq muddatda aksiyalar har doim o'sib boradi. Va boyagi eksperiment tadqiqotda javobini aytmadim. 25 kishi investitsiya, 25 kishi faqat trading,
olib sotish, 25 esa buy and hold qoidasi. Faqat sotib oladi, ushlab o'tiradi, sotib oladi, ushlab o'tiradi. Ya'ni aksiya sonini ko'paytiradi. Va bir xil summa berishdi. Shu summaga bir xil investitsiya qilasizlar. Sizlar olib sotasizlar, sizlar esa faqat sotib olasizlar. Oxir oqibat uzoq muddatda, esimda yo'q, 10 yildami, 15 yildami, mana bu investorlar, ya'ni sotib olib ushlab o'tiradiganlar katta plyusda, mana bu treyderlar esa pulni yo'qotib qo'ygan. Shuning uchun bu statistika, o'shanga men kirib balandni sotaman deb niyatga kirmanglar. Men shu kompaniya bilan uzoq muddat birga ishlayman, ularga investitsiya qilaman, o'saman deb kiringlar. Oddiy misol uchun O'zbekiston fond bozorida hozir korzinka yo'q, lekin siz tushunishingiz uchun korzinkada. Korzinkaga investitsiya kiritdinglar va narxini kutib investitsiya qilmaysizlar, to'g'rimi? Ya'ni men hozir korzinka narxi 10 so'm ekan, 20 so'm bo'ladi, men sotaman demaysizlar. Korzinkaga investitsiya qilsanglar, bilasizki, men shu korzinka o'sadi, yillar davomida o'sadi va men yillar davomida ularga investorman deysiz. Ular daromadi ko'payadi, filiallar ochadi va daromad ko'paygan sari menga divizentlar beraveradi, men mazza qilib yashayman deysiz. Xuddi shunaqa fikrlab biz Amerika fond bozoriga ham kirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin yana bitta kompaniya Johnson & Johnson ham ko'raylik. Mana xuddi shunaqa haftalikni ko'rsangiz, borib kelishlar ko'rasizlar. Hech qanaqa perspektiva yo'q. Narx boradi, keladi. Lekin uzoqroq qilib qaraydigan bo'lsak, bir oylikni mana qaranglar, bir kompaniya o'sadi. Aksiya fond bozorida oxir oqibat har doim tepaga qarab ketadi. Shunaqa xususiyati bor. Shuning uchun uzoq muddat olsangiz, ozgina pastga, ozgina tepaga yuradi, lekin uzoq muddatda siz plyusda bo'lasiz. Faqat uning uchun yaxshi o'sadigan kompaniya tanlash kerak. Ya'ni uning uchun tahlil kerak. Endi yangi investordan savol, portfel nima uchun kerak va necha yoshdan ochib bo'ladi? Mana portfellar o'zi bu juda ham muhim. Ya'ni siz trading emas, investitsiya qilishingizni qayerdan bilsangiz bo'ladi? Portfel tuzasiz o'zingizga. Mana oddiy misol, sodda qilib tushuntirganman bu yerda. Qog'oz olasiz, daftarda mana shu yozasiz. Siz sotib olgan aksiyalarni, mana Coca-Cola, UAE, Hilal, Apple mana yozib chiqasiz. Va har oyligingizda siz niyat qo'yasiz. Tak, bu gal oylikdan demak 500 mingga yoki 50 dollarga mana bu kompaniyani olaman deysiz va keyingi oylik olganingizda bu juda ham muhim. Boshidan oylik oldingizmi, boshida investitsiya qilib qo'ying. 50 dollar qoldirib qo'yaman, oy oxirida investitsiya qilaman demang. Bu noto'g'ri, oy oxirida hech qachon sizda qolmaydi. Boshida investitsiya qilib qo'ysangiz, siz qolgan pulga bemalol yashay olasiz, lekin oxiriga qoldirib qo'ysangiz, u pulni ishlatib qo'yasiz. Va boshida investitsiya qilib qo'yasiz, olib qo'yasiz. +1 deb qo'yasiz. Keyingi oy mana men bu aksiya olaman deysiz, +1 deb qo'yasiz va har oy aksiya sonini ko'paytirib borasiz. Mana shunda siz haqiqiy uzoq muddatlik investor bo'lasiz. Jadvalda ham shunaqa ko'rsatilgan. Har bir kishi 18 yoshdan keyin portfel ochish huquqiga ega. Ungacha esa nima qilishadi? Ungacha esa odamlar o'zini nomiga ochadi. O'zi nomiga portfel ochadi. Keyin nomiga ochgandan keyin pastda kichkina portfelchalar ochsa bo'ladi. Va shu portfelchalarni farzandlar nomiga ochib qo'yadi. Farzandlar nomiga portfel ochish zo'r tomoni bor. Farzandingiz nomiga portfel ochib aksiya olish boshlasangiz, siz intizomli bo'lasiz. Chunki bu omonat. Siz aytasiz, mana bu farzandim, birinchi farzandim, mana bu ikkinchi farzandim uchun, mana bu uchinchi farzandim uchun, kimda nechta farzand borligiga qarab, va har oy 10 dollardan bo'lsa ham, 10 dollar, 10 dollar, 10 dollar, 100 dollar, 100 dollar farqi yo'q, investitsiya qilib boraman deysiz. Bu ularning puli, bu omonat. Shunda har oy siz stabil investitsiya qilib borasiz shu summaga. Aksiya olib borasiz va tasavvur qiling, hozir 1 yoshli farzandingiz bo'lsa, 18 yoshgacha necha yil o'tadi. Va siz har doim stabil investitsiya qilib borganingiz uchun milliondan ko'p chiqib ketadi o'ta summa. Albatta summangizga, investitsiya qilayotgan summaga qaraladi, lekin taxminan 100 dollardan har oy investitsiya qilib borsangiz, milliondan ko'p bo'lib ketadi summa.
Zo'rmi zo'r. Asosiysi bu yerda to'g'ri tahlil qilish. O'sib boradigan kompaniya tahlil qilasiz, ularni olasiz va sonini ko'paytirasiz. Aksiya sonini ko'paytirasiz har oy. Shu bilan qarabsizki, farzandingiz 18 yoshga yetganda tug'ilgan kunidami, Hayit bayramidami, mana bu portfel, mana login parol, ichidagi pul hamma sanga shu sanada shu tug'ilganingdan boshlab pul hisob kelganman deysiz. U $1 million bo'lishi mumkin va uni siz 18 yoshgacha moliyaviy xodin tarbiyalasangiz, nima bo'ladi? Shu pulingizni, ya'ni $1 million u birpasda $10 million qilib qo'yish mumkin, chunki u уже pulni ko'paytirish yo'lini biladi. Zo'rmi zo'r. Endi keyinlar ko'rib chiqamiz. Taxminan tarixga nazar solamiz. Uning uchun Nvidia 2014-yilda $4 edi narxi. $4. Sizga deylik tug'ilganda, farzand tug'ilganda ozgina pul berishadi-yu, u bo'tan yig'ilib $1000 yig'ilib qoldi. Va siz portfel ochdingiz, $1000 solib qo'ydingiz, Nvidia kompaniyasi oldingiz, boshqa hech qachon solmadingiz. Bo'ldi. Shu 10 yil o'tdi orada, qaranglar. 11 yil o'tdi va $505,000 bo'ldi. Hech narsa qilmagan taqdiringizda ko'paytirmadingiz, boshqa pul solmadingiz, $505,000. Agarda o'sha paytda $10,000 yig'ilib qolganda, har xil odamlarda har xil podarkalar berishadi. $10,000 solib qo'yganingizda sizda $5,50,000 bo'lardi. Nazar qo'yasizmi? Hech narsa qilmadingiz. Faqat boshqa pul solib qo'ydingiz yaxshi kompaniyaga. $5,50,000 yig'ildi. Farzandingizga 10 yildan keyin berasiz. Ya'ni hozir deylik 8 yoshli farzandingizga ham bersangiz, 18 yoshda 10 yildan keyin shunaqa. Va bir narsani esdan chiqarmaylik. Investitsiyaning eng zo'r tomoni, siz u yerda hech narsa qilmaysiz. Pul teng pul tizimi. Ishlamaysiz, sog'lig'ingiz ketmaydi. Siz investitsiya qilib qo'ydingiz vaqtida, u kompaniya o'zi ishlayapti. Misol uchun Apple kompaniyasi, siz bormaysiz, Apple kompaniyasi aytmaysiz, yaxshilab ishlagan. Tim Cook boshlig'i o'zi harakat qiladi, iPhone ishlab chiqaradi, sotadi, daromad qiladi va daromad bilan siz bilan bo'lishadi. Siz sherik bo'lganingiz uchun. Zo'rmi zo'r. To'g'ri kompaniya tanlasangiz, siz har doim ularga sherik bo'lasiz va har doim daromadini ular siz bilan baham ko'rishadi. Va mana yangi investordan savol, aksiyalar sotib olishni tushundik, juda ham zo'r, foydali. Hammasi ham halolmi? Albatta yo'q. Chunki aksiyalar har xil kompaniyalar bor. Qaysidir kompaniya aroq ishlab chiqaradi, qaysidir kompaniya cho'chqa go'sht sotadi va shu kompaniyalarga biz investitsiya kiritishimiz ham nojoiz hisoblanadi. Bu AOFI standarti. Demak, joiz kompaniyalar bor. Apple, Tesla kabilar, ular ishlab chiqaradigan narsasi telefon, Tesla mashina ishlab chiqaradi. Joiz narsalar, shuning uchun nima bo'ladi? Ular joiz kompaniya. Nojoiz kompaniyalar bor. Misol uchun JP Morgan, bu bank sohasi. Bank bu nima? Kredit, ipotekaga aralashib qolgani uchun u yerdagi foyda nojoiz bo'ladi. Yoki McDonald's kompaniyasi. McDonald's ham asosiy savdosi cho'chqa go'shti kotletalari bo'lganligi uchun nojoiz hisoblanadi. Va sizga savol, diqqat bilan eshitinglar. Toyota Motors kompaniyasi joizmi, nojoizmi? Mashina ishlab chiqaradi, lekin bu kompaniya nojoiz. Chunki uni kreditlari bor. Juda ham katta kreditlari bor, foizli kreditlari bor. Shuning uchun nojoiz. Shuning uchun buni oddiy o'zimiz ishlab chiqarishga qarab baholo olmaymiz. Bizga uning uchun nima kerak? Yordamchilar kerak. Ilovalar kerak bo'ladi. So'roq ostidagi kompaniyalar ham bor, undan tashqari Microsoft, Google kabilar, ular joiz ham emas, nojoiz ham emas, o'rtada turadi, so'roq ostida. Xohlasangiz investitsiya qiling, chunki AOFI standarti buni ichini yaxshilab, daromad anaqasini, manbaini yaxshilab o'rganib chiqolmadik. Chunki o'zgarib turadi deydi. Misol uchun Google ga kirsangiz, orasida tagida 1xbet reklamasi chiqib qolishi mumkin-da. Qanchalik bu reklamaga Google ga qanchalik pul berayotgani hisoblab bo'lmayapti. Shuning uchun questionable turadi o'rtada. Endi bularni bilish uchun ilovalar bor. Misol uchun Zoya, Musaffa kabilar, bular xudo xolasa o'zingizga yuklab olasizlar va endi xudo xolasa investor bo'lasizlar. Har bitta kompaniya nomini kirsangiz, nima chiqadi? Qanaqa joiz, nojoizligi chiqadi. Va o'zingiz uchun xotirjam bo'lib, bemalol shu kompaniyalarga investitsiya qilishingiz mumkin bo'ladi. Nega men har doim aytaman, uzoq muddatli investitsiya foydali? Chunki aynan uzoq muddatda
murakkab foiz ishlaydi. Murakkab foiz aynan sizni pulingizni zo'r ko'paytirib beradigan bu dunyoning 8-mo'jizasi deb tan olingan moliyaviy qo'llanma. Murakkab foiz qachon ishlaydi? Qachonki siz shu pulga tegmasangiz, sizga misol uchun dividendlar kelyapti, dividendlarni ham reinvestitsiya qilib borasiz. Siz u pulga tegmaysiz, o'zidan ko'paysin deysizda, reinvestitsiya qilib borasiz, ko'payadi. Xuddi qor kabi. Qorni ham bundoq qilasiz, ozgina yig'asizda va dumalatishni boshlaysiz. Dumalatgan sari bu o'zidan o'zi yana ko'payib ketaveradi va qancha katta bo'lsa, har bitta krugiga shunchalik katta bo'lib ketaveradi. Har bitta aylanishda yana katta bo'lib ketaveradi. Mana bu murakkab foizli effekt. Keling, buni oddiy limon masalasida ko'rib chiqamiz. Demak, sizda $1 bor. Bilasizki, Qo'yliq bozorida limon 50 sentdan, ya'ni $0.5 Alayskiy bozorida esa limon $1 Sizga biznes ideya keldi. $1 narida 2 limon olaman, Alayskiy bozorga olib boraman va uni $1 sotaman, $2 bo'ladi. $1 olib qo'yaman, ertasi kuni yana $1 ga 2 olaman, borib Alayskiy sotaman. Uni ertasiga yana shuna qilaman va har bir daromaddan kelayotgan $1 siz olib qo'yasiz o'zingizga, yig'asiz. Shunda sizda 30 kunda roppa-rosa $31 bo'ladi. $1 daromad va sizning $1. $31 foyda, daromadsiz. Endi shuni murakkab foizda ko'ramiz. Ya'ni siz $1 o'zingiz olmayapsiz-da, uni yana o'ziga sovasiz. Ya'ni birinchi kun $1 ga 2 limon oldingiz, sotdingiz, $2 ga tegmayapsiz, $2 ga borib yana 4 limon olasiz. 4 limon sotyapsiz bozorda, $4 kelyapti. $4 ga ham o'zingizga olmayapsiz-da, borib 8 limon olasiz. Mana shu qilib 4, 8, 16 xil ko'payib boradi. Mana bu murakkab foiz. Oxir-oqibat xuddi shunaqa 30 kunda necha pul bo'lar daromadingiz? O'ylab ko'ringlar. Balki topdinglar, balki topmadinglar. 30 kun ichida $1 milliard dan ko'proq 30 kun ichida tasavvur qilinglar. $30 qattiq, $1 milliard qayerda? Lekin hozir iltimos shu YouTube o'chirib qo'yib bo'lma, hozir ketdim bozorga limon sotaman demanglar. Chunki 1 milliard limonni bir kunda sotib oladigan bozor yo'q. Bu shunchaki murakkab foiz qanchalik zo'r ishlashini ko'rsatib bergan. Va biz ham aksiya fond bozorida yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsak, pullarimizga tegmaymiz. Va eng qizig'i, murakkab foiz uzoq muddatda juda ham zo'r ishlaydi. Boshida xuddi sinov kabi sizga bu foiz unaqa ko'rinmaydi. $1000 dan 20% 1200. Bir yilda ya deysiz. Undan ko'ra ishlatib olganim yaxshi, telefon olib olganim yaxshi deysiz. Keyingi yil yana 20%, keyingi yil yana 20%, keyingi yil yana 20%. Lekin mana shu 20% ga tegmay o'ziga reinvestitsiya qilib borsangiz, sizda juda ham katta summa bo'ladi. Bu murakkab foiz ishini tushungan odam mazza ko'radi. Mana misol uchun menga hozir nimadir sotib olish, qimmatbaho narsalar menga juda qimmatga tushyapti deyman. Va xuddi shunaqa ko'p gaplashaman katta investorlar bilan, biznesmenlar bilan. Ular aytadiki, puli qayerda aylanayotgan insonlar aytadiki, menga nimadir sotib olish menga qimmatga tushadi. Mana oddiy misol, $175,000 ga men BMW X olmoqchi edim. Keyin hisobladim. Hozir $175,000 ga olmoqchi bo'lsam, men uni fond bozoridan chiqaraman, sotib olaman. Zo'r, naqdga sotib olaman, mazza qilib qaydayman. Lekin qaranglar-da, $175,000 menga yillik mayli 10% bo'lsin, 10% daromad olib kelsa, keyingi yil o'sha bu narsa taxminan $190 bo'ladi. $190,000 bo'ladi. Bu mashinani men 5 yil haydayman desam, demak, bu pul $175,000 5 yilda menga qancha olib keladi hisoblasam, orasidagi farq 250-260 ming bo'lib ketadi. Orasidagi farq 250-260 ming bo'lib ketgandan keyin tasavvur qilasizlarmi? Bu mashina menga 175 mingga tushmadi. Bu mashina menga 250-300 mingga tushdi deb hisoblayman. Chunki men bu mashina olishib, mana bu yerdan pul chiqarib oldim. Pul chiqarishim bilan bu pul muzladi, bo'ldi. Bu pul menga ishlamayapti. Lekin fond bozorida ishlab tursa, murakkab foiz evaziga katta summa bo'lib ketadi. Shuning uchun investitsiyada katta summa aylantirayotgan odam
nimadir olishga to'xtab turib cho'tamang qimmatga tushyapti deydi. Chunki ko'radiki, murakkab foizini effektini va uni yaxshi ko'rib qoladi. Shunda kapitalingizdan ko'payishni boshlaydi. Bir harakat qilib ko'ringlar, bir temi shu investitsiya qilib ko'ringlar. Faqat boshida aytganimdek sizga kam bo'lib ko'rinadi. Lekin buni mazasi kelajakda zo'r bo'ladi deb intizomli ravishda harakat qilinglar, mazza qilasizlar. Endi investitsiyada tez foyda qilsa ham bo'ladi. Ya'ni o'suvchi aksiyalar bor. Tez orada yaxshi o'sgan kompaniyalar. Investitsiya fond bozoriga investitsiya shunisi bilan ham go'zalki, u yerda intizomlik uzoq muddat harakat qilaman. Yokida sal aqlim ishlataman, tahlil qilishni o'rganaman-da, qaysidir kompaniyaga risk ko'proq bo'ladi, to'g'ri, lekin investitsiya qilsam ko'tarilsa srazu foyda qilaman. Ya'ni katta foyda kirishi mumkin. deydigan yo'l ham bor. Misol uchun mana Q3M Holding kompaniyasi energetika sohasi, ya'ni neft bilan shug'ullanadigan katta kompaniya emas, ammo mana $1000 solganingizda atigi 10 oyda, 10 oy 1 yil emas, $93,000 sizga foyda keltirardi. Yoki Regeneral kompaniyasi, Xitoy tibbiyot kompaniyasi, AQSh fond birjasida aksiyalari bor. Atigi 2 oyda $1000 2 oyda $126,000. 2 oyda $1000 deyapman. 10,000 ham demayapman. $1000ni $126,000 qilib berish mumkin bo'lardi. Faqat uning uchun tahlil, uning uchun to'g'ri tahlil qilish kerak. Va aytgancha bu kompaniyani meni shogirdim topdi. Juda ham xursand bo'ldim. Demak, to'g'ri bilimlar berayotgan ekanman, to'g'ri tahlilga oid bilimlar berayotgan ekanman. O'zi topib, Ravhat aka, ustoz, mana bunaqa kompaniya o'sishi mumkin. Qarang deb ko'rsatib berdi. Qaradik, rostdan ham o'sdi. 2 oy ichida juda ham zo'r o'sish bo'ldi. Va eng qizig'i, bu investitsiya bizning asosiy ishimizga xalaqit qilmaydi. Asosiy ishimiz bor. Xirurgmiz, advokatmizmi, tish doktorimizmi, farqi yo'q. Ishlab yuraveramiz. Mana forekschilar o'zi ham aytadi, foreks agar ko'rayotgan bo'lsanglar, u yerda halovat yo'q. U yerda biz kirib tekshirib turishimiz kerak, 24 soat ish, 24 soat qaysidir payt zelga ochib qo'ysak, uni ustida yana siqilishni boshlaymiz. Bu yerda esa uzoq muddatli investorsiz. Hech qanaqa shumlarga qaramaysiz, novusaga qaramaysiz, chunki siz bir marta zo'r tahlil qildingiz, aksiyalar oldingiz va oylikni kutib yashaysiz. Oylik kelishi bilan yana aksiya olib qo'yasiz. Yana oylik keladi, yana aksiya olib qo'yasiz. Sonni ko'paytirib boraverasiz, ular sizga dividend beradi. Mazza. Xudo xolasa, o'ylaymanki, barcha musulmon kishilar fond bozoriga investitsiya qilish orqali halol passiv daromadga erishish kerak. Bu bizni ancha erkinlashtiradi. Biz shundagina pul passiv daromadga kelayotgandangina biz o'ylaymiz, o'zi boshqa narsalarni nima qilishimiz mumkin. Ko'proq bilimlarga vaqt ajratamiz, ko'proq oilalarga vaqt ajratamiz. Baxtli hayot kechirishni boshlaymiz. Shuning uchun oliy maqsadim meni 1 millionta mo'min musulmonni halol passiv daromadga olib chiqish. Va sizlar ham ushbu videoni ko'rib turgan ekansizlar, xudo xolasa sizlarga ham foyda tegib, shu orqali halol passiv daromadga chiqsangiz, men maqsadimga yana bir qadam yaqinlashgan bo'laman. $50 oyiga tejab qola olsangiz, mana sizga maslahatim, yaxshi kompaniyalar bor. HP kompaniyasi, o'zimiz bilamiz, printerlar ishlab chiqaradigan kompaniya. $34 narxi bugungi kunda. Pfizer kompaniyasi, hammamiz bilamiz, o'sha koronavirus bo'lgan paytda vaksinalar asosan Pfizer vaksinalari sotilishdi, даже O'zbekistonda ham. Va kompaniya narxi $25. Biz yana nimadan qarashimiz kerak? Pfizerni WHO, ya'ni Всемирное здравоохранение ham buni поддержка qiladi. Demak, buni orqasida katta kompaniyalar bor. Agar bu hozir nimadir yana yengillik qilsa, narxi yana o'sib ketishi mumkin. Juda ham yaxshi foyda bo'lishi mumkin. SPTE bu butun dunyo, tasavvur qilinglar, yaxshi tomoni Amerikada shunaqa fondlar borki, ular faqat Amerikada dunyo bo'yicha texnologik kompaniya, ya'ni Apple ga o'xshagan, Nvidia ga o'xshagan искусственный интеллект bilan ishlaydigan kompaniyalar qanaqadir yaxshi bo'lsa, ularga investitsiya qilib qo'yadi. Va o'zini aksiyalarini Amerika fond bozorida sotadi. Mana buni bittasi SPTE. Narxi $35. Zato siz bitta $35 evaziga dunyo bo'yicha yaxshi texnologik kompaniyalarga investor bo'lasiz. Zo'rmi? Zo'r. Tak, Bristol Myers bu yaxshi kompaniya, $42 turadi. Bu biofarmatsevtika kompaniyasi hisoblanadi. Bularga ham investitsiya qo'ysangiz yaxshi o'sishi mumkin.
va REIT fondlari aytuvdim. REIT nimaligini bilasiz, уже xudo xohlasa, ko'chmas mulk investitsiya fondi va bu global, ya'ni dunyo bo'yicha yaxshi halol REIT ko'chmas mulk fondlariga investitsiya kiritgan katta fond. SPRE narxi atigi $19. Ya'ni $19 evaziga siz dunyo bo'yicha halol ko'chmas mulk fond kompaniyalariga investitsiya kiritishingiz mumkin. Atigi $19 ga. Qaranglar, qanaqa mazza. Va shuning uchun har birimiz pulimiz kammi, ko'pmi, ko'p olib qo'ya olamizmi yoki pul yig'a olmaymizmi, farqi yo'q. Hammamiz investitsiya qilishni boshlashimiz kerak. Chunki faqat shu yo'l sizni oxir oqibat ishlamasangiz ham sizga pul oqimini ta'minlab beradigan yo'l. Xudo xolasa bergan bilimlarim foydali bo'lsin, to'g'ri yo'lga ishlatinglar va moliyaviy erkinlikka erishinglar. O'zi men qanaqa qilib kirib keldim bu sohaga? 2007-yilda davlat grantini yutdim. O'qituvdim Sharqshunoslik universitetida va 2007-yilda grant yutganimda Kyoto shahrini tanladim. Kyotoda o'qiyman dedim. Kyoto Kyoiku Daigaku, ya'ni Kyoto pedagogik universitet. U yerda o'qish boshlaganimda men undan oldin Toshkentda tanishgan Sumino Hideo degan kishi bor edi. U aytdiki, Kyotoda borar ekansan, Kyotoda men uyim bor. O'sha yerda yashab qol, nima qilasan? Общежитиеda yashab. O'sha katta uy bor, bekordan bekor bo'sh turmasin, kel o'sha yerda yasha dedi. Borsam, men uni boy deb o'ylamasdim Toshkentda tanishganimda. Borgandan keyin bildimki, eng qimmat rayonda uchastkasi bor, 3 etajli uchastkasi. Zo'r dedim, o'sha yerda bitta o'zim yashadim. Tasavvur qilsangiz, qanaqa omad men uchun. Atrofdagi yaponlar, xitoylar, koreyslar do'stlarim tekinga yashayapman ishonmasdi-da. Sen kimnidir bolasisan derdi. Yo'q, men seriozno tekinga yashayapman desam aldoqchisan derdi. Men kulib qo'yishardi. Va shu kishi kelib turardi Yaponiyaga, O'zbekistonda yashardilar. Yaponiyaga kelganlarida aytdilar, "Menga qara, sen stipendiya yaxshi, $1700 atrofida edi stipendiya. Shu pulni bekor ishlataverma. Undan ko'ra men investitsiya qil, men o'rgataman. Chunki men investitsiya orqasida mana shunaqa hozir moliyaviy mustaqillik erishganman. Yuribman dunyo kezib, uylarni olib bemalol. Sen ham xuddi shunaqa erishishing mumkin" deganlar va men o'rganishni boshlaganman. O'shanda birinchi marta Yaponiya fond bozoriga kirib kelganman. Shunaqa qilib, mana orasida qarang, 2008-yil bo'lgan bo'lsa, уже 17 yil alhamdulillah birpasda o'tib ketibdi. Shu tajribalari bilan birga undan tashqari Amerikaga borib keldim, tajriba oshirib va 2008-yilda O'zbekistonga qaytib kelganimda men elchixonaga ishga kirdim. Elchixonaga ishga kirib, oddiy davlat ishchisi. Oyligim yaxshi, lekin bilamanki, hozir yoshligimda kuchim bor, til nomer 1, ya'ni N1 bor va foydam tegyapti, shuning uchun men ularga kerakman. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin agar men kasal bo'lib qolsam yoki nimadir bo'lib qolsa sog'lig'imga yoki ishlagim kelmay qolsa, men shu oylikka bog'lanib qolganman. Lekin to'g'ri yo'l o'rgangan ekan, Sumino Hideo, men agar ozgina pulni o'sha stipendiyadan boshlab investitsiya qilishni boshladim. O'shani ozgina pulni men hozir sarmoya qilib borsam, men ma'lum bir muddatdan keyin o'sha oylikka qoplaydigan darajada passiv daromadga erishaman deb yaxshi niyat qilib boshlagandim. Orada albatta to'xtalishlar bo'ldi, chunki biz yoshmiz, nimagidir narsalar olamiz, lekin oxir-oqibat mana 14 yildan keyin, ya'ni 2022-yilda moliya mustaqillikka chiqib, oilaviy biz hammamiz birga Antaliyaga ko'chib ketdik. Elchixonaga aytdim, rahmat kattakon, mazza qilib ishladim, juda ham ko'p do'stlar orttirdim. Почти hamma ministerstvlarda do'stlarim bor. Lekin endi men o'zim moliyaviy mustaqillik hayotimga qadam qo'yay deb ketdik. Biz hammamiz oilaviy ko'chib ketdik. Va bugungi kunda men 7 tilda qiynalmasdan suhbat olib bora olaman. AQSh va Yaponiya tizimiga asoslangan 17 yillik tajribaga ega investorman. Undan tashqari kompaniyamiz bor, Wagyu-Us, Yaponiyadan olib kiradigan go'sht, WeGrow Invest, WeGrow Trip kabi kompaniyalar asoschisiman. Pul boshqarish sirlari kundaligining muallifiman. Juda ham foydali kitob. Har bir kishi pul yig'ishni o'rganish uchun bu kundalikdan foydalanish kerak deb o'ylayman. Bugungi kunda sizlar taniydigan aksiyalar tanladim. Atinglar Tesla, Apple, AMD, Meta bu Facebook, Nvidia, Newmont bu oltin ishlab chiqaradigan kompaniya. Juda ham yaxshi oltin fondi emasda, oltin ishlab chiqaradigan kompaniyaga investitsiya qilaman. Bu ya'ni ko'proq kapitalizatsiyaga o'sish mumkin narxlari.
Johnson & Johnson, biz siz bilan tahlil qilgan oltin fondlari, ko'chmas fondlari, IT fondlariga investitsiya qilganman. Va ma'lum bir muddatdan keyin, men Antaliyaga ko'chib ketganimdan keyin eng yaqinlarim, do'stlarim menga qarab, bizni san elchixonada yaxshi oylik olib ishdan ketgan bo'lsang, biz nima qilib yuribmiz bu yerda, qanaqa qilib ketding, bizga ham yo'l o'rgatdik deyishdi. Shunda birinchi marta men bitta o'rtog'imga sekin o'rgatishni boshladim. Mana bunaqa narsa, lekin vaqt kerak bo'ladi. Siz ham bir narsani tushuninglar. Moliyaviy mustaqillikka erishaman desangiz, astoydil menga intizom kerak deb boshlang. Chunki bir pasda bo'ladigan narsa emas. Ya'ni moliyaviy mustaqillik, ya'ni ko'p pul sizga dividend sifatida kelish uchun ikki xil yo'li bor. Yoki siz $1 million hozir bor. Uni investitsiya qilib qo'yasiz. Shunda 10% $100,000 sizga kelib turadi. $100,000 oyiga bo'lib olsangiz, 8-9 mingdan har oy sizga kelib turadi. 8 mingdan bo'lsa ham har oy 8 mingdan sizga kelib turadi. Mana siz уже почти moliyaviy erkinsiz. Har oy 8 ming kelyapti, siz hech narsa qilmayapsiz. Bu birinchi yo'l. Bittada katta pul solish. Ikkinchi yo'li esa bizning pulimiz kam, lekin solib boramiz. Har oy $100 solib boraman. Oxir-oqibat mana shu $100 solib borishim va ularga tegmaganim evaziga katta summa yig'iladi. Qor kabi aytganimdek, murakkab foiz ishlaydi va u yerda 1 million bo'ladi. 1 million bo'lgandan keyin o'sha 10% ga men mazza qilib yashayman, $8,000 kelib turadi. Lekin bu yerda agar birinchisida katta pul kerak bo'lsa, bu yerda uzoq vaqt kerak bo'ladi. Aynan uzoq vaqt intizomli harakat qilaman deb boshlaysiz va sizda xudo xolasa aynan xuddi shunaqa rezultat bo'ladi. Va buni men tushuntirdim o'rtoqlarimga, ular tushunishdi, bo'ldi, harakat qilamiz deyishdi. Qarasam yaxshi tushuntirish qobiliyatim bor. Chunki o'z vaqtida litseyda yapon tilida dars berganimda buni sezganman. 40 ta talabalarga diqqatini jalb qila olganman va yapon tili, og'ir tilini men oson qilib tushuntirish qobiliyatiga ega ekanman. O'shanda bilganman. Va hozir moliyaviy shu investitsion yo'llarni ham oddiy tilda, murakkab narsalarni oddiy tilda tushuntira olar ekanman deb tushundim. Va bismillah deb o'rtoqlarimdan keyin kengroq ommaga, ya'ni 1 million musulmon o'rgatish uchun men kengroq odamlarga shuni yoritib berishim kerak deb boshlaganman va bugungi kunda kelib mana 4 mingga yaqin odam уже menda o'qib chiqishdi va halol passiv daromadga ega. Shuning uchun agar siz moliyaviy barqarorlikka erishmoqchi bo'lsangiz yoki moliyaviy bilimlarni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki qo'shimcha daromad manbai ishingiz bor, ya'ni qo'shimcha daromad manbai yaratmoqchi bo'lsangiz yoki deylik oila uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlamoqchisiz. Mana menga nimadir bo'lib qolsa ham, mana bu yerdan pul oqimi kelib tursin. Bu juda ham muhim. Chunki bir necha marta ko'rganman, o'sha Antaliyada yashaganimda ham Xitoyga borganmiz, zilzila bo'lganda karmiylis, ya'ni oila boquvchisi vafot etgan, shu bilan birga hamma biznes ham to'xtab qolgan. Lekin agar investitsiya qilganda edi, mana bu narsa yaxshi tomoni Amerika fond bozorining investitsiyasi. U o'tadi. Ya'ni o'lim haqida guvohnomani ko'rsatasiz brokerga, ular ayol nomiga o'tkazib beradi hammasini. Va xuddi shu summa, deylik $1,000, $5,000 passiv daromad kelayotgan bo'lsa, xuddi shu summa oilasiga keladi. Demak, shunaqa qilib biz ancha xotirjam bo'lamiz. Ya'ni oila boquvchilari investitsiya qilib qo'ysa, biladiki, menga nimadir bo'lib qolsa ham pul qora qozon qaynash uchun keladi deydi. Zo'rmi zo'r. Bundan tashqari, investitsiya qilishni yaxshilab o'rganmoqchi bo'lsangiz, investitsiya orqali passiv daromadga erishmoqchi bo'lsangiz, siz uchun ajoyib taklifim bor. Bizning akademiyamizga qo'shiling. Juda ham zo'r, foydali akademiya. Investorlar akademiyasi. Bu sizga nima beradi? Noldan boshlab qanaqa qilib investor bo'lish darajasigacha. Barcha tahlillar ichida bor. Texnik tahlil, pro tahlillar, hamma narsa ichida ko'rsatilgan va siz zo'r mustaqil investor bo'lasiz. Akademiyamizda nimalardan iborat? 45 kun dars bo'lib o'tadi. 45 kun ichida siz o'sha aytganimdek, aslida nima ekanligidan boshlab to mustaqil investorgacha borasiz. Undan tashqari 5 ta modul 65 ta darsdan iborat. Undan tashqari chatlar, guruhlar doimiy ravishda nazorat ostida bo'ladi. Ya'ni siz savollaringiz javobsiz qolib ketmaydi. Undan tashqari doimiy kuratorlar ham biriktirilgan, kichkina guruhlar qilinganki, kurator shu savollarni o'tkazib yubormasligi uchun.
bemalol har bitta savolingizga javob olasiz bizning akademiyamizda. Qanday darslar bo'ladi akademiyamizda? Bu ham juda ham muhim. 4 ta asosiy modul bor va birinchi modul biz moliyaviy savodxonlikdan boshlaganmiz. Moliyaviy savodxonlik moduli. Bu yerda darslar juda ham ko'p. Asosiylarini aytib beraman. Chunki 65 ta dars. Qarz va kreditdan qutulish strategiyasi, to'g'ri moliyaviy maqsad qo'yish, haqiqiy yapon usuli orqali moliyani boshqarish. Chunki 14 yil Yaponiya elchixonasida ishlaganman va sizga bitta sir ochaman. Yaponiyada qarzdor, ya'ni bir-biriga insondan insonga qarzdor insonlar juda ham kam, почти yo'q desa ham bo'ladi. Tasavvur qilasizmi? Bizga o'xshab mana oy oxirigacha berib turib yetmayapti demaydi. O'sha qancha oylik olsa ham o'shanga yetkazib yashashni yoshligidan o'rgatishgan. Aynan shu narsalar qanaqa yo'llar hammasini shu darsimda bor. Boylik va kambag'allik formulalari, daromadni oshirish qadamlari, moliyaviy erkinlikka erishishning 3 ta muhim faktori, pulning 4 ta komponenti. Birinchi modulda sizlar qanaqa natija olasizlar? Ushbu modulda pulni to'g'ri boshqarishni, passiv daromad qurishni, qanaqa yo'llari borligini ko'rasizlar. Daromadingizni samarali taqsimlash, qarzdan qutulish, jamg'arma va investitsiya qilishni o'zlashtirasiz. Butunlay o'zlashtirasiz, xudo xolasa. Moliyaviy mustaqillikka erishish uchun to'g'ri fikrlashni va emotsional xaridlardan qutulishni batafsil o'rganasiz. Chunki darslar shunaqa yaxshi yozilganki, ichida merchandising nima, qanaqa qilib o'zi supermarketlar sizni e'tiboringizni qaratishadi, nima orqali. Shularni bilib olsangiz, ularni stillarini siz boshqa emotsional xarajatlarga berilmaysiz. Pulingiz yig'ilishni boshlaydi, xudo xolasa. Keyin ikkinchi modulga kelamiz. Ikkinchi modulda biz bilan уже fond bozori haqida batafsilroq, chuqurroq o'rganamiz. Mana ko'rasiz qancha darslar, birja tarixidan boshlab, forex birjasi haqida ham tushuntirganman. Qanaqa ishlash haqida, xomashyo birjasi, derivativlar qanaqa ishlaydi, hammasini. Juda ham foydali darslar. Bundan tashqari halollik filtri ham berganman. Top brokerlar ro'yxati, ya'ni halol ishonsa bo'ladigan zo'r brokerlar va ular bilan aksiya sotib olish qo'llanmasi. Hammasi kurator nazoratida bo'ladi. Ular sizga o'rgatib turishadi. Agar tushunmasangiz, ofisga chaqirib, batafsil tushuntirib berishadi. Ikkinchi modulda siz real vaqtda investitsiya qilishni уже boshlaysiz. Investitsiya aniq strategiya bilan amalga oshirasiz va kapitalni yo'qotmaslik va barqaror daromad olish uchun risklarni boshqarasiz. Savdo va investitsiya orqasidagi farqni, ya'ni savdo va investitsiya nima, trading va investitsiya kabilar chuqurroq o'rganamiz. Real investitsiya qilishni boshlaysiz. Shubhali investitsiya sxemalardan qochib, ishonchli platformalar va brokerlar bilan ishlashni boshlaysiz. Halol investitsiya filtrlari asosida sarmoya kiritish yo'llarini ham o'rganib olasiz. Uchinchi modul investitsiya psixologiyasi. Bu yerda biz уже investor bo'lganimiz uchun pulimizni to'g'ri boshqarishni o'rganishimiz kerak. Nega? Chunki mana o'zingizdan hayron qolasiz. Har xil odamlar bor. Kimdir minusga kirsa vahimaga tushib qoladi. Kimdir esa minusga tushib qolsa bemalol o'zini yaxshi his qiladi-yu, lekin plusga chiqib qolsa vahimaga tushib qoladi. Tasavvur qilsam, shunaqa o'quvchilarimiz ham bor, aytadiki, Rahmat aka deydi, men $10,000 soldim, $8,000 bo'ldi, minus 2,000. Lekin men bemalol xotirjamman, chunki bilaman o'sadi. Lekin o'sgandan keyin $10,000 dan $11,000 bo'ldi, vahimaga tushib qoldim deydi. Qachon sotay ekan? Men shu $1,000 fiksировать qo'yishim kerak. Qachon sotay ekan deb vahimaga tushib qoldim. Shuning uchun bunisiga ham biz tayyor turishimiz kerak psixologik nuqtai nazardan. Demak, 3-modulda biz sizlar bilan investitsiyada pulni boshqarish sirlari, qisqa muddatli savdo psixologiyasi, uzoq muddatli investitsiya psixologiyasi, risklarni to'g'ri boshqarish, investitsiya bizning eng katta dushmanimizni bilib olamiz. Investitsiyada futbol strategiyasi, meni o'quvchilarim eng yaxshi ko'rgan darslardan bittasi. Intizomli investor, ravno millioner kabilarni barchasini ko'rib chiqamiz va 3-modul natijasi sifatida siz bozorni aniq ma'lumotlar asosida tahlil qilishni o'rganasiz. Sun'iy yaratilgan trendlar va yolg'on investitsiya takliflarini rad etasiz. Juda ham ko'p bo'ladi, investor bo'lganingizdan keyin sizga do'stlaringizdan boshlab, "Voy, men kompaniya olmasam yaxshi." Yo'q deysiz, men aniq bilaman qaysi kompaniya o'qishni deysiz. Qisqa muddatli bozor o'rganishlarga berilmasdan kapitalingizni bosqichma-bosqich sekin-sekin ko'paytirib borasiz. Yo'qolishlarni kamaytirish va xavfsiz investitsiya qilish usullarini o'rganasiz. Ommaga erishmasdan mustaqil investitsiya qarorlarini qabul qilasiz. Va undan keyin 4-modulga kelamiz. Professional modul. U yerda tahlillar, texnik tahlil, multiplikatorlar, fundamental tahlil, brokerlar qanday qilib IPO dan o'tadi va qanday qilib biz IPO orqali uni sotib olsak bo'ladi.
portfel tuzish strategiyasi. Aytgancha IPO haqida boshqa darsim bor. Uni ham albatta ko'ringlar. Qanaqa qilib IPO o'zi ishlaydi. Portfel tuzish strategiyasi, halollik tahlili, inflyatsiya pro. Aytgancha mana bu darsda men portfel ko'rsatdim. Kichkina, bu o'zi asosiy portfel emas. Xudo xolisa dars kirganingizda portfelni ko'rasizlar. Deb birinchi o'ylab qolasiz, chunki juda ham ko'p narsa yozilgan. Xudo xolisa uni ham boshqarishni o'rganasizlar. Faqat darsimda. Soliqlar, inflyatsiya haqida o'rganasizlar, reyestr depozitarini o'rganasizlar va soliqlarni qanaqa qilib, qachon to'lash, ya'ni O'zbekiston fuqarosimiz, O'zbekistonda qanaqa soliq to'lanadi. Barcha ma'lumotga ega bo'lasizlar. 4-modul sifatida siz endi natijalar, katta o'sish potensialiga ega bo'lgan kompaniyalar aniqlashni o'rganamiz. Xavfsiz va daromad investitsiyasi uchun strategiya tuzasiz. IPO va global fond bozoriga mustaqil tahlil qilishni boshlaysiz va IPOlarni ham sotib olishni o'rganasiz. Kapitalni yo'qotmaslik va risklarni boshqarish usullarini o'rganasiz va investitsiyalarni yo'qotmaslik va daromadni kafolatli saqlash uchun himoyalangan portfel yaratishni boshlaysiz. Umuman olganda siz professional investor bo'lasiz, risklarni kamaytirasiz, uzoq muddatli daromadli strategiya tuzasiz va u yerdan passiv daromad olishni boshlaysiz. 5-modul bu bonus moduli hisoblayman buni va umuman olganda kriptovalyuta dunyosiga kirib kelish. Mana bular hammasi proof of work, proof of stake, web 3.0 hamyonlarning turlari, barcha ma'lumotlar o'tib ketganda beriladi. Mana DeFi tizimi, bu bonus dars leksiyalarga xudo xolisa foydali. Endi akademiyada o'quvchilarimiz bor, o'qib bo'lganlar, aytganimdek 4000 ga yaqinlashdik va hammasi ololmadik-ku, bir necha kishilarni oldik. Mana Yunusov Gulsar opa qanaqa qilib o'qiganlar, o'qishdan oldin qanaqa natijaga erishgan va mana hozir, ya'ni undan oldin hech narsa bilmaganmi, oylikdan oylikgacha yashab kelganlar, ya'ni oylik oladi, oylikgacha yetkazadi, shu bilan tugab qoladi. Hozir mustaqil investor, kelajagi uchun xotirjam va oylikka endi qarab qolmagan investor va o'qish davomida o'zida $700 plyusga kirganlar. Farhod akamiz xuddi shunaqa moliyaviy bilim zo'r emasdi, uy uchun ipoteka bor edi, endi hozir esa halol passiv daromad qo'yilgandan keyin erkin bo'ldi. Yo'lga qo'yildi hamma narsa, topayotgan daromadni qayta investitsiya qilishni boshladi va $500 o'zida daromadlarda. Zabihullo Najimov degan akamiz trading bilan shug'ullanganlar va hozir akademiyamizda o'qib halol passiv daromad manbai yaratganlar va trading nojoizligini bilgan holda uni tark etdilar. $600 hozir plyusdalar. Avropa ham xuddi shunaqa investorlik tushunchasi yo'q edi. Hozir mana investitsiyani ma'lumotlarga ega va $600 foydadalar. Zo'rmi zo'r. Umuman olganda 3,5 plyus o'quvchilarimiz hammasi xursand. Alhamdulillah, mana sertifikatlar ham olishdi. Siz xudo xolasa sizlar ham bitirganingizda sizlar ham sertifikat olasizlar va mustaqil investor bo'lasizlar. Va undan keyin mustaqil investor bo'lganingizdan keyin biz sizni klubimizga taklif qilamiz. Klubimiz bor, investorlar klubi, ekosistema. U yerda barcha investorlar birga yig'ilib muhokama qilishadi, sayohatlar qilamiz, maza sport bilan shug'ullanamiz va u yerda investitsiya haqida gaplashamiz. Juda ham foydali klub. Undan tashqari offlayn shu klubimizda offlayn yig'ilishlar bo'ladi. Hammamiz tog'larga chiqamiz, gaplashamiz. Men u yerda leksiyalar o'qiyman, investitsiyaga bag'ishlangan. Demak, yopiq Telegram kanalida bo'lib o'tadi darslar, 45 kun nazariya va amaliy darslari ham bo'ladi. Ya'ni amaliy darslar ham ichida bor. Tushunmasangiz ofisimizga ham kelib, bemalol darslarni tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari brokerlar, har xil brokerlar bor. Bonus beradiganlar bor, bermaydiganlar bor. Hammasi ham yaxshi brokerlar. Bonus beradiganlar brokerlar ham mana bunaqa bonuslar beradi. Ya'ni investitsiya hisob ochdingiz va $100 solsangiz, ular sizga $50 bonus beradi. $1000 solsangiz, ular sizga $400 bonus beradi. Mana xuddi shunday summangizga qarab. Faqat birinchi marta, birinchi pul solganingizda sizga pul berishadi. Ya'ni har doim berishmaydi. Shuning uchun aytaman, bu juda ham foydali bonus. Ya'ni pulingiz bor, soldingiz, sizga ustiga yana pul qo'shib berishdi. Siz shu pulga ko'proq aksiya olish evaziga huquqiga ega bo'lasiz. Va sizga bergan summaga ular foiz olishmaydi, shuning uchun mumkin. Shu summa sizniki bo'ladi. Qachonki siz men chiqib ketaman, pulimni olib chiqib ketaman desangiz, shundagina ular sizni o'sha $100 beradimi, sizga $50 beradi, yechib olishadi. Chunki bu ularning puli. Lekin savdoga sizga berishadi. Undan tashqari dividendlar kelsa, bu sizniki bo'ladi, ularniki bo'lmaydi. Undan tashqari kursimizda o'qigan insonlarga pul boshqarish sirlari kundaligi ham beriladi. Bu aytib o'tgan
mani muallifligim ostida yozilgan juda ham zo'r kundalik, pulingizni to'g'ri boshqarishni, yig'ishni o'rgatadigan kundalik darslarda o'qiganlarga beriladi. Undan tashqari kursda o'qiganlar Investor Challenge degan narsa bor. 30 kunlik challenge, pulni ko'paytirish, ongli ravishda fikrlab uni ko'paytirishni o'rgatadigan zo'r challenge. Buni ham birga qilamiz. Bu challenge ham qo'shilasizlar. Akademiyadan so'ng biz katta bitiruv marosimi ham bo'ladi. Xudo xolasa men Toshkentda bo'lsam, ko'rishamiz. Sertifikat tarqatish marosimi ham bo'ladi. Demak, akademiya jon bayan qilish uchun akademiya o'qimoqchi bo'lsangiz, hozir opisaniyada izohlarda men havola qoldiraman. Shu havola orqali o'tib, joyingizni band qilib qo'ying. Juda ham foydali, sizga muhim bo'lgan akademiya, chunki hozir shuncha vaqt ajratib darsni ko'rdingizmi? Demak, siz mas'uliyatli insonsiz. Kelajak uchun hozir harakat qilmoqchisiz. Shuning uchun hozirroq ro'yxatdan o'tishingiz kerak, darsga ega bo'lishingiz kerak va ma'lumot olishni boshlashingiz bilan, birinchi dividendlar, aksiyalar, dividendlar kelish boshlashi bilan siz o'zingizni haqiqiy investor deb his qilasiz. Xudo xolasa foydali, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, undan tashqari hozir oxirgi o'tirganlarga biz bonus sovg'alarimiz bor. Broker ro'yxatdan o'tish, ya'ni mana shu havola orqali o'tib olsangiz, sizga shu brokerlar ro'yxatdan o'tish bonusi ham beriladi. Undan tashqari men yaxshi ko'rgan aksiya ro'yxati ham aynan o'sha yerda mutlaqo bepulga beriladi. Ro'yxatdan o'tib olinglar, darslarga ega bo'lasizlar. Shuning uchun endi xudo xolasa bizning boshqa darslarimiz ham bor. Akademiyada har bir dars chuqur qilib tushuntirilganki va sodda tilda. Mana bu dars boshlashdan oldin agar siz hech narsa bilmagan bo'lsangiz, dars oxirida siz уже aksiya nima, obligatsiya nima, ETFlar nima, REITlar nima, qanaqa ular foyda beradi, dividendlar hammasini o'rgandik. Xuddi shuna qilib biz akademiyamizda chuqurroq bilimlar beramiz. Chunki siz oxir-oqibat passiv daromad yaratib, moliyaviy mustaqillikka erishishingiz kerak bo'ladi. Xudo xolasa bu dars sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Ro'yxatdan o'tib joyingizni band qilib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.